Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Darsimizni boshlaymiz. Arab alifbosi va fonetikasi turkumidan 8-dars. El-lug'at al-arabiyya, ad-dars as-saminu, 8-dars. Demak, bugun biz zel, ro, ze va sin harflarini o'rganamiz. O'z-o'zidan rejamiz ham mana shu 4 harfga bag'ishlangan. Siz uni ekranda ko'rib turibsiz. Demak, 4 rejadan iborat. Har bitta reja bitta harfga bag'ishlanadi. Demak, birinchi reja zel, ikkinchi reja ro, uchinchi reja z va to'rtinchi reja sin harflarining yozilishi va qo'llanishiga bag'ishlangan. Boshlaymiz zel harfidan. Zel harfi V undash tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 9-chi harfi bo'lib, talaffuzi jihatdan bunday tovush o'zbek tilida yo'q. Ya'ni bu harf ifodalagan tovush o'zbek tilida yo'q. V talaffuz etilganda til uchi tishlar orasida. Demak, biz shu tovushga o'xshash, ya'ni S harfi ifodalagan S tovushini o'rganganmiz. S harfini. Demak, bu mana shu tovushning jaranglisi, ya'ni Z harfi jarangli V tovushini ifodalaydi. Ikki ko'rinishli harf abjad hisobi 700, kechirasizlar, abjad hisobi 700. Demak, Z harfi ko'rib turibsiz. Demak, bu yerda o'sha alohida ko'rinishi tepasiga bitta nuqta qo'yish bilan shu oldin o'rgangan D harfimizdan, ya'ni D tovushini ifodalagan D harfimizdan Z harfi bitta nuqtasi bilan farq qiladi va Z tovushini ifodalaydi. Z harfi harakatlar bilan qo'llanganda qanday o'qiladi? Demak, fatha bilan Z, kasra bilan zi, domma bilan zu. Z, zi, zu. Demak, bu yerda zuratun yoki zura, jo'xori so'zi olingan. Ya'ni jo'xorini ifodalaydigan o'sha arabcha zura, zuratun so'zi olingan. Harf ikki ko'rinishli, yuqorida aytganimizdek, alohida va so'z boshi ko'rinishi bir xil, so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishi bir xil. Demak, to'liq satrdan tepadan yoziladi. Bu yerda zel harfi ishtirok etgan so'zlar. Demak, birinchi so'z zubabun. Bu yerda alohida va so'z boshi ko'rinishi olingan. Zubabun, pashsha, zahabun, zahabun. Bu yerda ham so'z boshi va alohida ko'rinishi olingan. Demak, oltin ma'nosini beradi. Alazzu. Bu yerda eng mazali so'z olingan. Alazzu. So'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishi olinmoqda. Haza ko'rsatish olmoshi muzakkarda, ya'ni muzakkar erkak jinsdagi so'zlarga nisbatan shu olmosh ishlatiladi. Haza, haza. Demak, haza yozilishi va o'qilishiga ko'ra qoidaga tushmaganligi sababli, demak, biz uni alohida ko'rib chiqamiz. Ko'rsatish almoshlariga kelganimizda, demak, haza, haza. Keyingi hazihi, bu ko'rsatish olmoshining muannas, ya'ni qiz bola jinsidagi so'zlarga nisbatan variant, ya'ni hazihi. Va nihoyat mazbahun, mazbahun, bu kushxona, ya'ni qassoblar foydalanadigan kushxona ma'nosida kelyapti. Zabaha so'ymoq fe'lidan olingan. Mazhabun, mazbahun, mazbahun, mazbahun. Keyingi harfimiz ron harfi. R undash tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 10-chi harfi hisoblanadi. O'zbek tilidagi R tovushi kabi talaffuz etiladi, biroq qattiqroq talaffuz etamiz. Ikki ko'rinishli harf, abjad hisobi 200. Siz demak roning alohida ko'rinishini ko'rib turibsiz. Bu yerda roning harakatlar bilan o'qilishi. Ro, ri, ru. Demak, fatha bilan ra, kasra bilan ri, domma bilan ru. Rummanun, rumman, rummanun. Demak, anor. Alohida va so'z boshi ko'rinishi bir xil, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi ko'rinishi bir xil. Dal va zaldan, demak, ra harfi satrdan pastga tushishi bilan farqlanadi. Masalan, dal va zal to'liq satr tepasida yozilsa,
Ra satrdan pastga tushadi. Demak, ra harfi ishtirokidagi so'zlar. Hirrun. Hir bu mushuk. Bu yerda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli olingan. Hamda arnabun. Arnabun. Demak, alif ulanmasligi sababli so'z o'rtasiga kelayotgan bo'lsa ham biz alohida va so'z boshi ko'rinishini olyapmiz. Arnabun. Rukkabun. Rukkabun. Demak, bu yerda alohida va so'z boshi shakli kelyapti. Rukkab. Arnab. Rukkab. Hamda ahmaru. Ahmaru. Bu yerda ro harfining so'z o'rtasi va so'z oxiri ko'rinishi, ya'ni ulab yozilgan shakli. O'zidan oldingi harfga ulanadi, o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Ahmaru. Keyingi harfimiz z. Z harfi. Z harfi. Z undosh tovushni bildiradi. Roga, ya'ni ro bilan shakli o'xshash, faqat nuqtasi bilan farq qiladi. Z tepasiga bitta nuqta qo'yilgan holda yoziladi. Arab alifbosining 11 harfi o'zbek tilidagi Z tovushiga o'xshash tovushni ifodalaydi. Ikki ko'rinishli harf, abjad hisobi 7. Demak, harakatlar bilan o'qilishi z, zi, zu, alohida va so'z boshi shakli hamda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli berilmoqda. Demak, z harfi ham ro kabi satrdan pastda yoziladi, nuqtasi satrdan tepaga qo'yiladi. Demak, z harfi ishtirokidagi so'zlar. Zubdun. Zubd. Demak, alohida va so'z boshi shakli qo'llanilyapti. Zirun yoki zirun, bu yerda tugma. Bu yerda ham alohida va so'z boshi shakli. Jezarun. Jezar sabza, ya'ni bu yerda so'z o'rtasi va so'z oxiri shakli qo'llanilmoqda. O'zidan oldingi harfga ulanadi, o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Muzun. Muzun. Demak, bu yerda alohida va so'z boshi shakli, chunki vov o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Muzun. Va oxirgi so'zimiz zahrun. Zahrun. Alohida va so'z boshi shakli qo'llanilyapti. Bu yerda ham o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Gullar ma'nosida keladi. Keyingi harfimiz sinun harfi. S undosh tovushini ifodalaydi. Arab alifbosining 12 harfi hisoblanadi. Arab tilidagi S tovushini ifodalaydi. O'zbek tilidagi S tovushi kabi talaffuz qilinadi. Demak, 4 ko'rinishli harf, abjad hisobi 60. Demak, ko'rinishi, alohida shakl ko'rinishi berilgan bu yerda. Demak, harakatlar bilan o'qilishi fatha bilan s, kasra bilan si, damma bilan su. S, si, su. Bu yerda sulahfatun, sulahfatun, sulahfatun. Demak, toshbaqa so'zi olinyapti. To'rtta ko'rinishni barchasini ko'rib turibsiz. Demak, tish qismlari satrdan tepada va oxirgi qismi, ya'ni satrdan pastga tushadi. Bu yerda alohida shakli va so'z boshi shakli, so'z oxiri shakli, demak o'sha oxirgi qismiga ega, satrdan pastga tushadigan. So'z boshidagi va so'z o'rtasidagi qismlar esa to'liq satrdan tepada yoziladi. Demak, 4 ko'rinishli harf. O'zbek tilidagi kabi s tovushini ifodalaydi. Sin harfi ishtirokidagi so'zlar. Birinchisi yasarun. Demak, bu yerda so'z o'rtasida kelyapti, ikki tomondan ulangan. Ya va alif bilan ulanib yozilyapti. Yesarun. Bu juda ko'p bu so'zni ma'nosi va boylik degan ma'noni ham beradi. Chap, chap tomonga aloqador ma'nolarni ham beradi. Keyingi so'z semekun. Semekun. Demak, sin bu yerda so'z boshida kelyapti. So'z boshi shakli. Baliq degan ma'noni beradi. Keyingi so'zda silsilatun. Silsilatun so'zida demak silsila, ya'ni zanjir, silsila degan ma'noni beradi. Bu yerda ham so'z boshi shakli, ham so'z o'rtasi shakli. Bitta so'zda 2 marta kelyapti. Keyingisi jarasun. Jarasun.
Bu yerda so'z oxirida kelayotgan bo'lsa-da, alohida shaklini qo'llayapmiz, chunki ra harfi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi. Sin esa oxirida kelyapti. Keyingi so'zimiz selayman. Selayman. Demak, biz o'sha tinchlik degan so'z biz har kuni qo'llaydigan assalomu alaykumdagi, demak, o'sha so'z tinchlik. Bu yerda so'z boshi shakli selayman. Va nihoyat oxirgi so'zimiz bassun. So'z oxirida kelishi, ya'ni ulanib kelishi. Bassun bu mushik. Demak, arab tilida mushikka nisbatan bir necha so'zlar ishlatiladi. Qittun, hirrun hamda bassun va yana bir qancha so'zlar. Demak, e, sin harfi ishtirokidagi so'zlar shulardan iborat. Mavzuni mustahkamlash uchun, qadrli talabalar, sizga quyidagi savollar taqdim etiladi. Birinchi savolimiz zal harfi necha ko'rinishli harf? Keyingisi ra harfi necha ko'rinishli harf? Z harfi ko'rinishlarini yod oling. Sin harfi necha ko'rinishli harf? Demak, siz barcha harflarni yod olgan holda ularning ko'rinishi va yozilish usullarini ham yod olishingiz kerak. Demak, darsga tayyorlanish uchun esa sizga quyidagi adabiyotlar taqdim etilyapti. Ular ro'yxati qarshingizdagi ekranda berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.